Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 27 yanvar Xalqaro Holokost kunining, ya'ni Xalqaro Yahudi irqi qirg'inchiligi kunining 80 yilligi butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlandi. 27 yanvar kuni Londonda Angliyaning shahzodasi, bosh vaziri, hukumatning har darajalik amaldorlari, parlament a'zolari, har soha zotlari, diniy liderlar va Auschwitz-Birkenau jazo lageridan qutulgan shohidlarni o'z ichiga olgan ko'p sondagi yuqori darajalik arboblarning qatnashida o'tkazilgan Xalqaro Yahudi irqi qirg'inchiligining 80 yilligini xotirlash faoliyatiga alohida taklif bilan bevosita qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Iso apandim yig'in jarayonida har soha zotlari bilan keng doirada uchrashib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasi haqida suhbatlashish va fikr almashtirish imkoniyatiga erishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Xalqaro Yahudi irqi qirg'inchiligining 80 yillik munosabati bilan e'lon qilgan qisqacha bayonotida Holokost xotir kunidan hayotini ayrilgan millionlagan insonlarni eslash bilan birga nafratga, ayrimchilikqa va irqiy qirg'inchilikqa qarshi qat'iy maydonimizni takrorlaymiz. Shundaqla xalqaro jamoatchilikni aslo takrorlanmaydi degan va'dasiga amal qilishga va uni muhofazat qilishga chaqiramiz deb ko'rsatildi. 1940-yili natsistlar Germaniyasi tarafidan Polshaning janubida qurilgan Auschwitz-Birkenau jazo lageri 1945-yili 1-oyning 27-kuni sobiq Sovet Ittifoqi armiyasi tarafidan ozod qilingan bo'lib, mazkur kun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan Xalqaro Yahudi irqi qirg'inchilik kuni qilib bekitilgan edi. Shuningdan buyon har yili 27 yanvar kuni Yahudi irqi qirg'inchiligi butun dunyo miqyosida izchil turda xotirlanib kelinmoqda. 27 yanvar kuni 6 million Yahudining o'limining simvoli deb qaraldigan Auschwitz-Birkenau jazo lagerida o'tkazilgan marosimga Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning rahbarlari, BDTning xodimlari, 54 xalqaroliq vakillar o'migi va 2. dunyo urushida irqiy qirg'inchilikdan omon qolgan 50 dan ortiq Yahudini o'z ichiga olgan ko'plagan kishi qatnashgan edi. 27 yanvar kuni Londonda o'tkazilgan xotirlash faoliyatida Dolqin Iso apandim yana Auschwitz-Birkenau jazo lageridan omon qolgan Uyg'ur do'sti Manfred Goldberg apandim bilan ayrim ko'rishib dardlashdi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday qilib xalqaro jamoatchilikka keng doirada e'tirof qildirishning konkret tadbirlari haqida qisqacha fikrlashdi. Bu munosabat bilan Londondan Erkin Osiyo radiosining maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Iso apandim o'zining bu vaqtdagi ta'sirotlarini bayon qilib, mundaq dedi. Buningdan 80 yil ilgari bir irqiy qirg'inchilik yuz bergan va 80 yil ilgari bundaq bir harakat, bundaq bir irqiy qirg'inchilik bundan keyin bo'lmaydi deb dunyoga bayonot berilgan, va'da berilgan. Ammo bugun 21-asrda bu dunyoning va'dasi xilof holda irqiy qirg'inchilik bugun Uyg'urlar qarata Sharqiy Turkistonda davom qilyapti. Biz bu murosimga qatnashish orqali dünyani bu vədisdə bir qatım yana turishqa, bunun yalğan bir vədə, yalnız eğizdəki bir vədə bo'lib qolmasdan əməlləşdirish zürriyyəti bağlığını əskertiş məqsədi bilan bu mərasimə gəldik. Auschwitz jazo lageri taqalğıcı vaqtında dünya bu soyqırımdan, bu irqiy qirg'inchilikdan o vaqtida xabardor bo'lmagan. Yıllar o'tgandan keyin, bu azod bo'lgandan keyin andan keyin xabar bo'lgan, ammo bugun Uyg'urlarga bo'layotgan irqiy qirg'inchilik Uyghur soti orqali, boshqa xalqarodagi qonun organlari orqali bu isbotlangan va bu irqiy qirg'inchilik dunyoning diqqatini tortgan bir vaziyat. Shunga bu irqiy qirg'inchilikni 12-9 Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni deb dunyo jakalagan. O'tgan yilmi 12-9 kunisi nurg'ulg'an davlatlarning parlament a'zolari, hukumat odamlari, xalqaro tashkilotlarning xodimlari bu kunni xotirlab o'xshash bo'lmagan shaklda video va yozma bayonotlar e'lon qildi. Bu buni unutib qolmaganlikning bir alomati. Endi shu kunning tunidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik xotiri kunimi bugun Holokost xotirlanganga o'xshash dunyo miqyosidagi cho'ng bir xotirlash kuni bo'lib o'tirg'i chiqadi degan umiddaman. Amerika Merkezi Axborot İdarəsi, ya'ni CIA o'tgan haftaning oxiri, ya'ni 25 yanvar yangi baholash doklad e'lon qilib, 2020-yili Xitoyning Wuhan shahridan tarqalib butun dunyoni qoplagan COVID-19 virusining hayvonlardan tarqalishiga qaraganda tajribaxonadan chiqqan bo'lish ehtimolligining texim yuqori ekanligini bildirgan. Mazkur yangi doklad Prezident Trump tarafidan CIA'ning boshliqligiga tayinlangan John Radcliffe o'tgan hafta Amerika Kengash palatasining tasdiqlashidan o'tib vazifaga o'tirishning orqasidan e'lon qilingan.
BBC'ning xabar qilishicha, Amerika Markaziy axborot idorasining bayonotchisi hozirgi mavjud dokladlarga asoslanganda yuqumning tabiiy manbadan tarqalishidan uning tadqiqotga aloqador manbalardan tarqalish ehtimolligi texim yuqorida qilmoqda degan. John Radcliffe birinchi qatimliq Trump hukumati davrida Oqsaroyning davlat xavfsizlik bosh nazoratchisi vazifasini o'tagan. U ayni vaqtda COVID-19 virusining tajribaxonadan tarqalganligi, bo'libmi uning Wuhan virus tadqiqot institutidan tarqalgan bo'lish mumkinligini ilgari surib kelgan edi. Wuhan virus tadqiqot instituti Wuhan shahridagi Huanan hayvonotlar bozoriga yaqin joyda bo'lib, tunji yuqum mushu bozorda ko'rilgan edi. BBC'ning bildirishicha, John Radcliffe o'tgan juma kuni Breitbart xabarlarining ziyoratini qabul qilganda, u Markaziy axborot idorasining virusning kelish manbasi masalasida betaraf turilishidan voz kechishni va buningga bir chet qarab turmasligini umid qilganligini aytgan. John Radcliffe mundaq degan: Xitoydan keladigan har taraflamalik tahdidga taqobil turish hamma ko'p tilga olgan ishlarning biri. Buning uchun 1 million amerikalikning o'lishi va Markaziy axborot idorasining nima uchun 5 yildan beri COVIDning kelish manbasiga baho bermay bir chet qarab turganligiga berib taqiladi. John Radcliffening bildirishicha, bu uning uchun tunji kuni qildigan ish ekan. Halbuki Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning 27 yanvar inkas qaytirib, COVID-19 virusining tajribaxonadan chiqishining ehtimolligi intayin oz ekanligini bildirgan. Bu Xitoy va Dunyo sayyoh tashkiloti mutaxassislarining o'rtaq xulosasi ekan. Donald Trumpning 20 yanvar Amerika prezidentlik vazifasiga qayta o'ltirishi bilan Amerika-Xitoy orasidagi geosiyosiy ixtilof texmi kuchayib, Xitoydan chekinib chiqishni o'ylashayotgan Amerika shirkatlarining soni rekord yaratgan. Xitoydagi Amerika savdo uyushmasining ilib borgan tadqiqot dokladida 2024-yili raysinashga qatnashgan 30% shirkatning ishlab chiqarishini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishning yo'llarini izlayotganligi yoki ko'chayotganligi bildirilgan. Maliya vaqti gazetining qayd qilishicha, Xitoydan ko'chishni o'ylashayotgan yoki ko'chayotgan shirkatlar 2020-yildagidan 2 ortgan. Xabarda savdo sohasidagi zotlarning Xitoydan ko'chish yuzlanishining ilgari misli ko'rilib boqmaganligi, kelgusi bir qancha yilda ikki tarafning bir-biriga mablag' selishi ortadi deyishga hech qanday sabab yo'q deb qaraydiganligi qayd qilinmoqda. Maliya vaqti gazetining bildirishicha, navbatda mayli Amerika shirkatlari bo'lsin yoki Xitoy shirkatlari bo'lsin, Prezident Trumpning savdo siyosatiga qandoq moslashishining yo'llarini izlamoqda ekan. Xabarda savdo sohasidagi zotlarning nurg'un Amerika shirkatlarining Xitoydan chekinib chiqishiga COVID-19 virus yuqumidan keyin ta'minlash zanjirini texim kuchaytirish kirishishimi buning sabablarining biri ekanligini aytganligi bildirilmoqda. Maliya vaqti gazetining qayd qilishicha, Xitoydan chiqib ketishni o'ylashayotgan yoki chiqib ketayotgan shirkatlarning ichida sanoat, taraqqiyot, tadqiqot va texnologiya shirkatlari ko'p sonliqni tashkil qilmoqda ekan. Xabarda bu xil shirkatlarning 41% ni egallaydiganligi, bu shirkatlarning 38%ning Osiyodagi Xitoydan boshqa taraqqiy qilayotgan davlatlarga ko'chishni o'ylashayotgan yoki ko'chayotgan bo'lsa-mu, Amerika, Yevropa ittifoqi, Yaponiya va Janubiy Koreya qatorliq taraqqiy qilgan davlatlarning jalbkorligi texim ishlayotganligi bildirilgan. Analizchilar bu yuzlanishning kasatlashayotgan Xitoy iqtisodiga texim ziyonli ekanligini qayd qilmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşni unutmang. Xeyir xoş.